Assalomu alaykum, muhtaram kanal obunachilari. Bugun sizlarga qo'limizda bor tovar va yangi kelgan Koreyadan absolyutni tiniq holatda bo'lgan telefonlarni birma-bir tanishtirib o'tamiz. Narxlar ma'qul kelsa, zakaz qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab BTS pochta orqali bepul yetkazib beramiz. Unda qolsa Telegram kanallarimiz silkasini qoldiramiz. Instagram ularga ham obuna bo'lib berish esdan chiqmasin. Qiziqarli chegirmalar qo'yib boryapmiz. AirPods'da tarqatyapmiz Instagram kanalimizda ham. Unga ham obuna bo'lib berish esdan chiqmasin. Xo'p, bu tovarlar ko'rib turibsizlar, hammasi ideal holatdagilari ham bor, past holatdagilari ham bor. Bularni hammasini birma-bir arzon qilib beramiz. Ko'rib, narxlar ma'qul kelsa, like bosish, kommentariya yozish esdan chiqmasin. Qo'llab-quvvatlash ham esdan chiqmasin. Qaranglar, mana bugun sizlarga men S23 ni o'zini ofitsialniy variantini topib berdim. Korobka dokumentli, bu 8256 talik holatlari zo'r holatda, green svetda, korobka hujjatlari ham turibdi buni. Akkumulyatorlar bilasizlar 3900 mach bo'ladi, uni akkumulyatori holati juda ham zo'r ekan. Eng zo'r tomoni slotni o'ziga ikkita sim kartadan qo'yasiz, maza qilib ishlatib yuraverasiz. O'sha Vietnam varianti bo'ladi, hamma oqtarib yurgan variantidan. Buni narxini sizlarga $390 qilib beramiz. Koreyskiylari ham $360 sotilyapti. $390 ga bemalol xarid qilishingiz mumkin. Dastavkalar ichida bo'ladi, bepul yetkazib beramiz. Uzimedan 100% o'tgan. Endi bu juda qimmatroq, sal holati pastroq ham bo'laveradi bizga deydigan mijozlarimiz ham mana holat sal pastroq ham kelgan, petnolari ko'pligi uchun buni narxi $290. Bu ham ofitsialniy korobka dokumentlari bor. $290 bilasizlar, endi 22 ni narx hisobda 23 olasizlar $290 ga. Xo'p, A56 chiqanch ishlamagan, 1 yil mana pechatlari bor. Oq rangda, holati tiniq turibdi. 8 ga 128 talik 5000 mAh akkumulyator bilan jihozlangan. Buni narxini sizlarga $295 ga qilib beramiz. A56 ni. Yangisi $340 sotilyapti, 1 yil garantiyaligi. Xo'p, keyin qaranglar, bu holati yaxshi ekan. S23 Ultra'ni tiniq holatda ekan. Bu eng qiziq tomoni 12 ga 512 talik, narxini $510 ga qilib beramiz. Dastavkalar ichida bo'ladi. Holatlari yaxshi holatda. Bularga hamma aksessuarlar o'zimizda ham bor. Shisha, g'ilof, zaryadni nima kerak bo'lsa, originallarni ham qo'shib beramiz. Agar sizlarga narxlar to'g'ri kelsa, chaqirsalaring, zaryadni hamma o'zimizda mavjud. G'iloflarigacha. Keyin qaranglar, Note 20 Ultra'ni tinig'i kelib qoldi-yu. $285 ga dastavkalar ichida qilib beramiz. Note 20 Ultra ideal holatda. Bitta ham petnosi yo'q ekan, bashti holati tiniq ekan, qaranglar. Xo'p, keyin S20 Ultra $265 ga qilib beramiz. Buni bitta ko'ringlar. Bunda endi sal zaryadni joylari shilingan ekan, lekin holati yaxshi. S20 Ultra bilasizlar, 12 ga 256 lik 5000 mAh akkumulyator bilan jihozlangan. Samsung tarixida birinchi 100x kamera bilan chiqqan smartfon bo'ladi. S20 Ultra. Keyin ko'p klientlarimiz salafanli telefonni yaxshi ko'rishadi. Qaranglar, salafanlarni ko'rsatib bering. Salafanlar shilinmagan. Z Flip 4 kelib qoldi. Holat o'ta ham ideal ekan. 3700 mAh akkumulyator bilan jihozlangan bo'ladi. 8 ga 256 xotira. Bitta buklasalang, ixcham, kompaktni smartfonga aylanadi. Bu yerdan ham bemalol olib gaplashsalaring bo'ladi. Buni eng qiziq tomoni SIM plus eSIM imekadan o'tgan bo'ladi. eSIM ham bor buni. Zo'r tomoni shu. Flip 4 bemalol zakaz qilinglar. Bunga ham chexollar o'zimizda bor. Bexijolat chexollari yo'q deb oqtarib yuramizmi demanglar. Chexollar o'zimizda bor. S24 8 ga 256 talik koreyskiy variant, 4000 mAh akkumulyator bilan jihozlangan. Xo'p, bu S24imizda bitta ikkita bunaqa sal petnolari borligi uchun buni narxini sizlarga men $410 ga dastavkalar ichida qilib beraman. Keyin S23 ni ideal holatdagisi bor. Qaranglar, mana rangi oq. O'zi ideal holatda $355 ga dastavkalar ichida qilib beramiz. Holati tiniq. SIM plus eSIM o'tgan 8256 lik 3900 mAh akkumulyator bilan jihozlangan bo'ladi bu telefonimiz. Keyin S23 Plus da ham bitta tiniq holat kelib qoldi. Bitta ko'rsatib bering. Holati o'ta ham ideal ekan. Rangi yashil rang, green rangda, islomiy rangda. Xo'p, 4700 mAh akkumulyator bilan jihozlangan, 8 ga 256 lik xotira, baquvvat batareyka bunda bemalol bir kunga yetib beradi. Telefon o'zi ham zo'r qo'lga ushalganda, bu ham SIM plus eSIM imekadan o'tgan bo'ladi. Narxi atiga qaranglar, narxi zo'r, $380. Dastavka qilib beramiz. Holati tiniq. Endi S22 Plus. Voy, bularning holati ham ideal holatda. Bitta olib bering yaqinda. Mana ko'ringlar. Salafani bo'lmagani bilan, lekin holat ideal. S22 Pluslarni hammasini
Xo'p, 8 ga 256 xotira, 4,5 inch akkumulyator bilan jihozlangan. Kattalik zo'r, qo'lga o'rnash udobniy, katta smartfon ishlataman degan mijozlarimiz uchun S22 Plus tavsiya qilib qolaman. Juda ham zo'r. Ayollar uchun ham bunaqangi chiroyli ranglari ham bor. Fiolet pushti degani. Holati buni ham pushtini juda ham ideal, qaylar yaltirayapti-yu bu. Xo'p, buni narxini sizlarga men $290 qilib beramiz. S22 Pluslarda holati tiniqlan. Xo'p, endi S22 ni o'zi buni ham holatlari zo'r. Mana qaranglar. Hamma rangidan topsalar ham bo'ladi, bemalol. Xo'p, 8 ga 256 lik 3000 Xo'p, batareykasi 3700 mAh akkumulyator bilan jihozlangan bo'ladi. Holati zo'r holatdalarni sizlarga $260 dan, holati jicha pastroqlarni $250 dan qilib beramiz. Bemalol yozinglar, video qilib tashab beramiz. Holati yoqsa chaqiraverasizlar, dostavka qilib beramiz. Bitta pochta orqali. Xo'p, keyin S21 lar bor. Mana qora ranglisi va purpur ranglisi bor. Holatlari xo'p, holati yaxshi, faqat qarang orqasiga sal g'ilobda izi chiqqan ikosiga ham. Narxini $185 dan dastavkalar ichida qilib beramiz. Xo'p, keyingi telefonimiz A82 5G 4,5 inch akkumulyator bilan jihozlangan 6 ga 128 talik. Bu bilsalaring S20 Plus bilan ekrani bir xil bo'ladi. H bo'ladi. Ekranlar mana tiniq ishlayveradi. 120 Hz qo'llab-quvvatlaydi. Tiniq yorqin ekran, super AMOLED ekran bilan jihozlangan bo'ladi. Bittasining holati sal pastroq. Buni narxini $135 qilib beramiz. Holat idealini $145 qilib. Qarang, buni salafanlari ham shilinmagan, mana 82 ni salafanlari turibdi. O'zlaring bemalol shilasizlar. Holati ideal holatda bunisini. Note 10 Plus imeykalari ofitsialniy o'tgan bo'ladi. Root olmaydi. 12 ga 256 lik bo'ladi. Akkumulyatorlari 4300 mAh akkumulyator bilan jihozlangan. Holati yaxshi holatda. Narxi $199 qilib beramiz. Bunga ham g'ilob, shisha hamma yo'llari bor o'zimizda. Keyin mana Note 10 bor, qaranglar. 3,5 inch akkumulyator, 12 ga 256 lik ruchkalari bor. Bemalol olib ishlataverasizlar. Xo'p, bu smartfon kompaktni, qo'lga juda ham udobniy o'rnashadi. Bemalol olib ishlatsangiz, hali qo'li kichkina odamga ham zo'r. Hozir endi baqi kunlar seyapti. Mana shunaqa ingichka kompaktni smartfonni ko'pchilik yoqtiradi. Buni narxi atiga $170 qilib beramiz. Keyin Koreyaning legendasi bo'lgan, faqat Koreya uchun ishlab chiqarilgan Samsung Galaxy S15 8256 lik 4,5 inch akkumulyator bilan jihozlangan. Imeykalari 100% ofitsialniy o'tgan, holat ideal holatda. Buni narxini sizlarga $175 ga dastavkalar ichida qilib beramiz. Keyin qaranglar, Note 20 ni arzonchirog'i bormi deganlar uchun bilsalaring, koreyskiy yo Samsunglarda ko'pida xo'p, ekraniga pechat tushib qoladi. Pechat bu qizil dog' qiziganda tushadi. Mana salgina pechati bor. Xo'p, buni narxini sizlarga $115 ga qilib beramiz. Narxi juda ham arzon. Note 20 ni qaranglar. Pechati borligi uchun arzon xolos. Lekin hamma yo'q absolutni ishlaydi. Bunda ham ruchka bor. 8 ga 256 xotira. Kimga kerak bo'lsa bemalol yozinglar. Ko'rasizlar, narxlar qo'ldan kelgancha arzon qilib boryapmiz. Kommentariy yozib qoldiringlar. iPhone'da tarixida eng ingichka bo'lib chiqarilgan smartfon, bilasizlar, iPhone Air hisoblanadi. 256 xotira. Bular hammasi eSIM da bo'ladi. SIM karta tushadigan bo'lmaydi Air'da. O'zi hamma biladi. Amerikanskiy variant, korobka dokumentlari bor. 100% batareykasi 100% lik, hamma yo'g'i bor. Atiga 26 marta, 27 marta zaryadka olgan xolos, gold rangida. Hozir sotuvda ham eng qimmat rangi gold bo'lib turibdi ekan. Homa, o'zi ham bitta ko'rsating. Telefon juda ham chiroyli chiqqan ekan. Ingichkaligini qaranglar. Qo'lga maza qilib ishlatasizlar, tosalayman. Narxi $970, yangisi $1200 bo'lyapti. Ikki imeykasi ham o'tgan. 14 Pro Max korobka dokumentlari bor, 128 talik. Xo'p, Zipa regionda ikki imeykasi ham ro'yxatdan o'tgan, 79 o'nkisda. Holati sal jicha pastroq, yonlarda shilingan joylari bor. Narxi $570. Holatiga qarab chiqqan. Keyingisi 14 Plus, ayollar uchun juda ham chiroyli rangda chiqarilgan. Qaranglar, 14 Plusni yaltirashini qaranglar, buni zo'rligini. 85 o'nkis, 128 xotirali korobka dokumenti bor, koreyskiy variant. Buni narxini sizlarga $435 ga qilib beramiz. 16 Pro'da 89 o'nkisli 256 talik cha. Metto o'ziga ikkita sim karta tushadi, eSIMli bo'lmaydi.
Bunisi bilsalaringiz qimmatroq yuradi. Sababi ikki simkarta Primo tushgani uchun qimmat bo'ladi 16 Pro. Xo'p, buni narxini sizlarga men $815 dastavkalar ichida qilib beraman. Eko imekasi ham o'tgan bo'ladi. Xo'p, keyingi telefonimiz 15 Pro. Bugun Koreyadan keldi. Mana qaranglar. Imekalari 100% o'tgan. Mana tillari ham mana o'zgaruvligi yo'q. Xo'p, yo'mkislarni birga ko'ramiz. Buni sizlar bilan. Xo'p, xotirasi 128 talik ekan. Yo'mkisi 87 744 ta sikl ekan. Xo'p, buni narxini sizlarga men $650 ga qilib beraman. Holati lekin ideal. Petnometno yo'q. Koreyskiy SIM plus eSIM ekadan o'tgan bo'ladi. Ikkita 13 Max'imiz bor. Eko monosi ikkita SIM karta tushadi. Bunga bitta SIM karta, bitta eSIM. Ekosi ekadan 100% o'tgan. Ikkita SIM kartasi borlar. iPhone olaman. iPhone olsam ikkita SIM karta tushadi xona ham bormi deganlarga mana 13 Max'da bor. Bunda eSIM qilib ularasizlar, bemalol ishlataverasizlar. Bu 85 yo'mkis, bu 82 yo'mkis. Xo'p, Ekos buni narxini $510 qilib beramiz, buni narxini $525 qilib beramiz. Lekin qorasi tiniq mana. Qora ranglisi, bu blue ranglisi. iPhone 14 bormi? degan mijozlarimizga 85 yo'mkisda 128 xotirali, holati yaxshi holatda bu ham. Xo'p, buni narxini sizlarga men $390 ga qilib beraman. Xo'p, 12 larda assortimenti ko'p, prolardi mana. Har xil ranglilardan bor, golddan ham, oqidan ham. Xo'p, narxlari $300 dan $310 gacha yo'mkis holatlariga qarab chiqyapti. Bemalol zakaz qilaveringlar. Xo'p, iPhone 12 larimiz ham yana kelgan takror. Xo'p, 12 lar mana amerikanskiy variantlari. Hozir amerikanskiy juda ham ko'paydi, hamma do'konda, bizda ham bor. Ikkita sim karta ekosi ham o'tgan 91, 89, 88 yo'mkisli mana 64 talik bo'ladi bular. Bularning narxini $250 dan qilib qo'ydik. Bemalol kelib do'konimizdan olib ketaverasizlar. Eko sim kartasi ham imekadan o'tgan bo'ladi. Xo'p, keyin 128 talik bitta bor. Buni narxini $265 ga qilib beramiz. 77 yo'mkisda, 78 yo'mkisda qizil rang bilasizlar, iPhone X10 ga chiqargan bu rangda hali sotib olsangiz, pulini $7 tushirib beradi. Xo'p, keyingisi iPhone 12 dan bitta bor, 128 talik. Buni holati jicha pastroqligi uchun narxini ham arzon qilib qo'ydik. Narxini qarang. Sizga $199 ga korobka hujjatlari ham berib yuboramiz. Eko imekasi ham o'tgan 128 talik. Xo'p, 11 Pro Max 82 yo'mkisda holat ideal ekan buni. $300 qilib beramiz. Korobka hujjati yo'q, lekin imekasi ekosi ham o'tgan. SIM plus eSIM. Xo'p, 96 yo'mkisda 11 Pro'imiz bor mana. Buni ham holati yaxshi holatda, oq rangda. Narxi $250 dan. Xo'p, bunisi ham o'shanaqa chiqadi. Bu qora ranglisi. Keyin gold bor mana 92 yo'mkisda. Buni narxini $245 qilib beramiz. Keyin mana Redmi'lar ham bor. Qaranglar, Redmi ham bitta kitob qo'yganmiz. $180 ga Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Xo'p, bu telefon 5000 mAh akkumulyator bilan jihozlangan bo'ladi. 8256 xotira. Holatini, lekin korobka hujjatlari yo'q. Narxi $180. Paytida $350, $360 ga ochgan shuni odamlar. Bu jidd ishlagan, lekin buni ham ekranlari H bo'ladi. Ekranlari tiniq, buni ham 120 Hz qo'llab-quvvatlaydi. 5G bor. Bemalol olishlarini tavsiya qilamiz. Keyin mana sotuvi zo'r bo'lgan Redmi Note 14 Pro. Qaranglar. Note 14 Pro ni kameralari ham 200 megapikselli bo'ladi. 8256 lik korobkalari bor. Narxini $195 ga dastavkalar ichida qilib beramiz. Xo'p, keyin planshetda ham rabotchisi bormi deganlarga, planshetda hali brendoviy planshet bilasizlar, mana Tab 9A. 8 ga 128 lik 5100 mAh akkumulyator bilan jihozlangan, korobkalari bor. SIM karta tushadi. Bitta SIM karta tushadi. Imekadan 100% o'tgan. Buni narxini sizlarga $125 qilib beramiz. O'zi hozir yangisi $180 turadi buni. Keyin yangi telefonda arzonchiroq bormi deganlar uchun mana $175 da bemalol zakaz qilaverasizlar. A17 ni 1 yil garantiyali zapechatnilarni ochilmaganlarini bizdan olishlari mumkin. Hamma rangidan bor mana. Qora, seri, blue ranglaridan bor. Xo'p, bu jicha qimmatliroq qiladi degan mijozlarimizga o'ylagan holatda A07 ni ham olib kelib berganmiz. A07 ham 4 ga 128 lik bo'ladi. 5000 mAh akkumulyator bilan jihozlangan bo'ladi. Yangi mana zapechatni o'zlaring ochasizlar. Xo'p, bu narxini sizlarga so'mda aytaverib 1,5 million so'm qilib beramiz. Ichiga bonus qilib, bularni ikkosini buni $175 ga shisha g'ilofini qo'yib beramiz. Xolos, bonus qilib chiqaveramiz. Ichiga solib, bunga ham shisha g'iloflarni bonus qilib beramiz. Xo'p, biz YouTube kanaliga o'tib, obuna bo'lib qo'yishingizni chiqmasin. Telefonlar narxi ma'qul kelgan bo'lsa,
yozib ketinglar. Qimmat smartfonlardan aytib o'tkinglar, buni narxi qimmat, qo'ldan kelgancha tushirishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat. Undan tashqari ko'rib turgan aksessuarlarni ham hammasini dastavka qilib beramiz. Instagram kanaliga o'tib obuna bo'lib qo'yish eslatmasi. Instagramdan bo'lsa AirPods'lar har xil narsalarni qo'yib o'ynayapmiz. Xudo xolasa sizlar ham yutib olishlaringiz mumkin.